shuncha mehnat qilasan, lekin bitmagan obyektga o'rnatib berasan. Oldiga o'rnagan tumbamiz yong'oq daraxtidan bo'ldi. Qanchalik zinaga mos tushgan, albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnat qildik, uxlamadik, boshqa qilmadik, lekin bitmagan obyektga olib kelib o'rnatdik. Mayli. Biz uchun klient xohishi juda bir ajoyib uslubda zinalarni qilib berdik. Stupenkalarni ko'ryapsizlar. Yo'llarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Balyasina pirilari yong'oq daraxtidan bo'ldi. Bu xonadonimiz 8 sotkga qurilgan, lekin mana bu egrilikka alohida bir e'tibor berib qo'yasizlar. Bu hammasi ruchnoy qo'ldan chiqqan, mustahkamligi ko'ryapsizlar. Mana men normalniy qimirlatyapman, lekin umuman qimirlashi yo'q, bezopasnost o'ylanadi hamma yoqda. Sizlar qanchalik chiroyli chiqqan? Обязательно kommentariy fikringizni yozib qoldiring. Biz uchun muhim, qaydlarga alohida e'tibor berardik. Shularni yozib qoldiring. Lekin 20 kunlik proyekt qalay chiqibdi? 20 kunda biz shuni o'rnatdik.